Bu videoda biz tunda tashlandiq cherkovga kirib ko'ramiz. Ya'ni bu tashlandiq cherkovda aytishlar bo'yicha bu tashlandiq cherkovda mana shu xristianlar qabristoni cherkovi bu. Xristianlar qabristoni cherkovning ichida o'sha o'lgan odamlar arvohi yuradi deyishyapti haligacha. O'shani bugun ko'rib chiqamiz va u tashlandiq cherkov nimaga tashlandiq deyiladi. Bilasizlar, hamma cherkovda ham tashlandiq emas. Bu cherkov degani Ruslarni qabristonini anaqa masjidga o'xshagan takoy, короче, joyi. O'shancha o'rtoqlar, bu videoda biz tashlandiq cherkovga kirib ko'ramiz. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa, xristian qabristonida olgan videomiz mana shu yerda rasmini chiqaraman. Mana shu videomiz eng ko'p Akbaret YouTube kanalimizda ko'rilgan eng ko'p video bo'ldi. Даже necha minglab prosmotr bo'ldi, hozir aniqini bilmayman. Mana shu video ikkinchi qismini chiqishini xohlasanglar, mana shu videoning ikkinchi qismini chiqishini xohlasanglar, mana Akbaret YouTube kanalimda qachonki 500 ta obunachi bo'ladi va mana shu videoning tagida 1000 ta like bo'ladi. Mana shu xristian qabristonida olgan videomiz ikkinchi qismi chiqadi. Davom etamiz. Bo'lmasam videoni boshladik. Bo'lmasam o'rtoqlar, biz cherkov oldida turibmiz. Cherkovda yaqinroq ko'rsak. Atrofni ko'rsangda, o'ng tarafimiz shunaqa qabriston, xristian qabristoni va chap tarafimiz, o'ng tarafimiz cherkov, chap tarafimiz qabriston. Ko'rsang, cherkov mana shunday. Hozir velosipedga harakat qilmadik. Hozir ketdik. Realistlar qo'rqaman shunday. Ko'yim qo'ying. Cherkov. Ko'rsang, men buni voy, qo'rqib ketdim. Qirol Artur. Odamga o'xshab turibdi, ha? Qirol Artur. Tavba qilinglar. Detskimiz. Astagfirullah. Qo'ymaydi deyapti. Men qizim, mana berigini qarang. Boshqa qilishar ekan. Biz xristian cherkovdamiz. Ya'ni xristianlar cherkovdamiz. Bu xristianlar cherkovida hamma narsa bo'lishi mumkin. Bu boshqa dinni cherkov. Qarab qoling. Brat maqotlar. Nada peshot. Mümkünmüş tabii. Bilgi adam. Soruyordu mu? Yanına korkanlar. Gidiyen başka bir şey. Video adresini soruyelim mi? Ha? Video sabırlardan bir soruyelim mi? Soruyelim. Bitti. Allah. Onu. Sen çapkız gibi. Korksun. Geçerken burada o'zimizga ham o'z beladi bo'ladi. Nafta kimlarga masalan nimalarga undagi o'zining diniga asosan sanab shamol qo'yibdi xristianlarni. Ularga o'chirmaysiz bularga. Siz olsin. Endi men ko'rib o'zim atrof atmosfera ko'rsam o'zim. Cherkovni sanadan chiqiladi ikkinchi darajada. Nimaga qildi boshqacha? Qanaqa? Shamadi. Sham. Boshqacha. Qo'ymaydi menimcha. Qo'ymaydi menimcha. Qo'ymaydi. Cherkovdamiz o'rtoqlar. Biz har xil ozish qilyapti. Ko'chalardan bilmayman qanday sochlar bor. Direktlar ishlaydi. Bittachi kislorod kamiga ham hid boshqacha. Astagfirullah. Xristian qabriston. Chiqamizmi? Qo'ymaydi.
necha qilamiz? 100%. Baliq ikkinchi darajaga ikkinchi darajaga yetish bo'yicha boshqa narsa bor emish. Nimaga? Nimaga asosan? Tarixni tushga tortdi, ha? Tarixni aytib bering. Tarixni bilmas. Hı? Hamma qaraga nima bu? Xristian Kirkovichi nimaga? Ko'tarinki. Nimaga? İkinci etaj. İkinci etaj. Artık öyle. Kadar şan. Riyam juda boshqacha manzara. Riyam sababi har xil oyda ishlayapti. Qabriston ichida emas, cherkov ichida o'zida. Cherkov ichida. Ketish kerak, manimcha. Ketamiz. Ko'rinmayman. Mana yo'q. Full please. Masalasi qochib qoldi. Hamda sham qilgan. Shamga keling. Shamga keling. Sham Ah. Korotchi holda aytishdi, bu joyga kirish mumkin emas ekan, ruxsat yo'q ekan, chunki sabab bitta nimadir qo'ygan ekan. Bitta mulla nima deydi, domla bor ekan, o'zini xristian qilgan. O'shaning uchun bitta kirish mumkin emas ekan. Atrofda bitta shunaqa joy. Hamda xristianlar va ikkinchi etajga chiqib borolmayman, negadir ko'rsang ikkinchi etaj. So'raymizmi? Chiqib boramiz. Chiqmayman aka. Ha? Chiqmaymizmi? Korotchi cherkov shunaqa kichkina ekan, nima ekan? Strashniy cherkov ekan baribir. Boshini ko'taring.
ikkinchi etaga chiqib o'tsa bo'ladi. Ikkinchi etaj. İkinci etaga ruxsat oldik, ikkinchi etaga chiqib boramiz. Chiqing. Chiqing. Bitta o'chirib fonar yoqing. Ortiqlar hozir bratan kelib svet yoqib berib ketdilar. Bizga ham dushi qadashib qoldilar. Короче, ikkinchi etaj atrof bitta ko'rsak. Ikkinchi etaj cherkov ikkinchi etaji. İkinci etaj cherkov ikkinchi etaji, ya'ni bu joyda cherkovda ikkinchi etaji qorong'i qo'yilgan, svet o'chib qo'yilgan ekan. Har doim yonib turgan ekan bu svet, lekin bilmadim qaysi kunlari o'zi svet o'chib turishi kerak ekan. Buni bizga yoqib berdilar. Qatanga tushirib. Mana короче ikkinchi etaji har xil fayllar, kitoblar, mana bu kitoblar bor, fayllar bor. Ko'rsam bo'ladi. Qo'lli betda xristianlarning o'ziga doir kitoblar, yozilmalar, kitoblar ko'rsin. Bizda cherkov ikkinchi etajda har kitoblarni ko'ramiz, kitoblar nima bor. Voy, bilet. Cherkov ikkinchi etajda shunaqa narsalar bor. Birinchisi ham xuddi shunaqa fayl, lenta. Bitta shunaqa kitob. Ne fayllar bor. Bitta shunaqa spashka shunaqa. Нарсаками. А ты emish mumkin emas, a? Yo'q. Ochmaylar, просто Aha. umumiy syomka bo'laveradi, lekin ichiga kirsa просто anaqa kamera bor. Indiygina kamera bor. Menga keyin aytadi. Извините, aka. Faqat bemalol, просто umumiy bemalol. А, bo'ldi, все, rahmat, spasibo. Hop, birada yana uyg'ontirib ketdi ikkinchi marta. Mamlaga tegish mumkin emas ekan. Umuman tegib qo'l ushlash mumkin emas ekan. Chunki kamera bor, gapirishadi. Hop, bitta cherkov ikkinchi etajdan birinchi etajga qaratilgan oyna bor. Bitta mana ko'rsin. Mana nima? Mana nima? Kiyimlar. Cherkovda mana nima qildi? Cherkov. Kimdir kiyimlari bu. Nima kiyimlar bo'ladi? Tushunmadim. Ishchilarnikidir. O'rtoqlar kommentariy yozib qoldilar. Cherkovda birovni kiyimlari nima qiladi? Qorovul kiyimlari emas ekan, biz so'radik. Qorovul bu yerda qaragan odamning kiyimlari emas ekan. Cherkovda birovni kiyimi nima qiladi? Bu yerda kiyimlar, mana bu ko'p turgan fayllar, ventilyator, shunaqa narsalar bor. O'rtoqlar cherkov ikkinchi etajni ham ko'rdinglar, birinchi etajni ko'rsak, endi pastga chiqib ketdik. Bratан, спасибо. Kуда? Блогерсizmi? Da. Все. Kattakon rahmat sizga. Sog' bo'ling. Kattakon rahmat. To'g'ri, mana cherkovga kirib chiqdik. Ko'rsating. Kim ham ko'rsanglar, o'rtoqlar, hozir mana bizlar cherkovdan chiqdik уже. Cherkovdan chiqdik. Salcha turib o'tib gapiramiz. Уже cherkovdan aylanib chiqdik. Cherkov o'zi juda katta emas ekan, lekin strashniy cherkov ekan bu. Eshitasizmi? Cherkov atrofida nimadir ovoz eshitilyapti, eshitasizmi? Voy, bilet. Mantiqli. Nima bu? Qabristonni oldin nima do'kon? O'rtoqlar, prekin. Xristian qabristonni oldida oziq-ovqat do'koni bor. Nimaga bu? Qora mushuklar bor ekan yerda. Osmon? Da. Ana qabr ustida mushuklar yuribdi. Qabr ustida mushuk yuribdi. Voy, bilan. Qabr ustida mushuk yuribdi, o'rtoq, qabr ustida. Xristian qabristoni ustida. Eshitasizmi? Har xil ovoz eshitilyapti hali. Qorong'i shunaqa bo'ladimi faqat? Yo, yorug'da ham shunday shunaqa bo'ladi. Ant ko'rsin. Bo'l. Prekin, qabriston ustida hayvonlar yuribdi. Bilin, nima bu? Qabriston ustida hayvonlar yuribdi. Hidi burnim yo'q. Mana saqlab tutdi. Ketiliga Eshikni qulflashyapti. O'rtoqlar, qarashki,
xristian tasvirim, bitta xristian qabristoni va hamda cherkov. Xristian qabristoni oldiga biza cherkovga kirib ko'rdik. O'rtoqlar hidi hali ham bilmay qoldi. Bilmayman qanaqa hid bu. O'rtoqlar video mana shu joyda o'zini xoyasiga yetdi. Biza cherkovga kirdik. Mana shu videoning ikkinchi qismi chiqishini xohlasanglar, shu videoda 1300 ta like bo'lgandan keyin ikkinchi qismi chiqadi va Akbaret YouTube kanaliga va Akbaret YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentariyaga video haqida fikrlarni yozib qoldiringlar. Keyingi safar qanaqa tashlanish joylariga boraylik. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar o'rtoqlar. Tezroq Akbaret YouTube kanalida 1000 ta obunachiga chiqishimiz tezroq Akbaret YouTube kanalida 1000 ta obunachi bo'lishimiz kerak. O'shaning uchun Akbaret YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar va videoga like bosinglar o'rtoqlar. Bo'lmasam video shu joyda o'zimizga yetkazamiz. Hali ham har xil ovoz eshityapman. Men realniy strashniy qo'rqaman. Bu tunda kelib qo'yib, biz ham o'zi yorug'da kelib olmoqchi edik. Tun bo'lib qoldi biz kelgunimizcha. O'shaning uchun strashniy, qop-qorong'i bo'ldi. Strashniy joydamiz. O'shaning uchun cherkovga kirib ko'rsatdik. Videoga yoqqan bo'lsa videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar o'rtoqlar. Videoni shu joyda tugatamiz. Har xil ovozda bizani tinch qo'ymayapti qanaqadir. Oy, eshitdingizmi? Nima bu? Oy, eshitdingizmi? Da. Mana hozir Ilonnikiga o'xshayapti. ilon? Bu ilon bor ekan. Bo'lishi mumkin. Ilon bo'lishi mumkin. Realniy ilonga o'xshatdi hozir. Da, bo'lishi mumkin. O'rtoqlar, xullas, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosinglar, biz ketdik. Yuring. Oling, o'chirmang. Suv qoq.